uchun semiradi? Asosan bo'yin o'tirib qolganidan. Bo'yin o'tirib qolgandan keyin nima bo'ladi? Oldidagi asosiy limfalardagi harakatlar chegaralanib qoladi, ya'ni tanadagi suv yurishi va natijada bu yoqda o'sha limfani aylanishi buzilib, qo'l ishib semirishni boshlaydi. Ya'ni asosiy qismi o'tda kirsuv bo'ladi, atyoq bo'ladi. Tushundinglar? Shish bo'lgan bo'ladi. Uning uchun birinchi biz nima qilamiz? Bo'yinni ochib olamiz, ya'ni mышца платизма bilan, remenniy, mышца трапециевидный mышцalar bilan ishlab, bo'yinni cho'zib, oldiga ketib qolgan bo'lsa, joyiga qaytarib, bo'yin umurtqalari o'tirgan bo'lsa, uni ham cho'zib ochib olganimizdan keyin bu yerdagi hamma moddalar almashinuvi yaxshilanadi, qo'lga aylanishi ham, qo'ldagi moddalar almashinuvi ham yaxshilanadi va bu qo'l sog'lom bo'lishni boshlar ekan. Keyin birdaniga ozganlar, hozir ayniqsa o'sha oshqozonni operatsiya qilib birdaniga ozgandan keyin qo'li ham tegidagi terilar osilib qolishi bor, to'g'rimi? Ana o'shanga ham limfodrenajli massaj juda ham zo'r yordam beradi. Yaxshilab ich-ichigacha qizdiramiz va limfaga qarab haydaveramiz. O'shanda terilar tarang bo'lib, tortilib zo'r bo'lishi boshlaydi. Hech qachon terini oldirib tashab operatsiyaga yo'naltirmaylar klientlaringlarni, har doim operatsiyalardan asrab qolishimiz kerak bo'ladi.